Voy, hali ham shu yerdamisiz? Pulni onlayn o'tkazib bo'lmasmidi? Onlayn? Ha? Buni iloji bormi? Albatta bor. Qarang, bu juda ham oson. Oldin sizda bankingizning rasmiy ilovasi o'rnatilganiga ishonch hosil qiling. Aksariyat banklar allaqachon ilovaning o'zida xalqaro o'tkazmalar amalga oshirish imkoniyatini taklif qilmoqda. Ayrim pul o'tkazmalarining esa buning uchun alohida ilovasi bor. Karta orqali o'tkazmani olish ham, yuborish ham mumkin. Tez va navbatlarsiz. Visa Direct orqali pullarni chet elga yuborish ham mumkin. Buning uchun pulni qabul qiluvchining karta ma'lumoti va summani kiritishning o'zi kifoya. Ajoyib. Men bo'lsam pul o'tkazmalari uzun navbatlar va qog'ozbozlik deb o'ylab yurgan ekanman. Yo'q. Onlayn banking xalqaro pul o'tkazmalarini nihoyatda osonlashtiradi. Bu SMS yuborishdek oddiy, tez, qulay va navbatlarsiz. Buni qarang, o'tkazma allaqachon kartaga tushibdi. Voy, ketdik. Finlit.uz manbalarida onlayn banking imkoniyatlari haqida yanada ko'proq o'rganing.